Qizim, farzanding bilan ko'chada yurganingda u yiqilib tushsa, darhol uning oldiga yugurib, ko'tarib olma. Balki unga dalda berib, o'zi turishiga shijoatlantir. O'zi yuradigan bo'lsa, ko'tarib yurma. Balki o'zi yurishi uchun rag'bat beradigan gap va o'yinlar o'ylab top. Undan maktab sumkasini olib, ko'tarib olma. Ehtimol ikkingiz birgalikda ikki chetidan ushlab ko'tararsiz. Bu esa unga yordam berish bo'ladi, o'rniga bajarish emas. Shunaqa usullar bilan bolalaringni o'ziga ishonadigan, yiqilsa o'zi turadigan qilib tarbiyala.